Assalomu alaykum YouTube ahli. Navbatdagi universal kitoblik aktyorlarimizni batafsil obzor qilib beraman. Undan oldin faoliyatimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Federik aktyorlari nomi ostida gazlashmagan hududlar uchun ko'mirlik aktyorlar ishlab chiqaramiz. Asosan Verniy Garina, Nijniy Garina va garelkali bunkerlik aktyorlar. Ularning afzalliklari uzoq yonishi 8 soatdan 12 soatgacha, 15 bunkerliklari bo'lsa 3 kungacha yonish imkoniyatiga ega. Endi shunaqa hududlarimiz bor. Endi mijozlarning fikrlarini o'rganib chiqdik. Gaz bor, gazlashgan hudud. Lekin anamal sabab bo'lganda yoki haftada 1-2 kunlab gaz o'tish holatlari kuzatilar ekan. Shuning uchun ham gazga, ham tokka, ham ko'mirga ishlash uchun hamyonbop, cho'ntaybob bo'lgan katyorlarni doimiy ishlab chiqaramiz. Asosan zakazga. Chunki ko'p joyda gazlashmagan katyorli ko'mirligini oladi. Agar gaz polni yonadigan bo'lsa, masalan, domlar bo'lsa, aqlli katyorni faqat gaz uchun ishlab chiqqan katyorlarni ishlatishadi. Xo'p, bular haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, bunisi 50-70 maksimal 80 kvadratgacha bo'lgan maydonga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni afzalliklari shundaki, xo'p, bu yerga ko'mir solganimizda, mana ko'mir solganimizda ko'mir ko'proq sig'adi. Ochganimizda cho'g' bo'lib turgan ko'mirlar tashqariga tushib ketishini oldini olish uchun eshigini ko'tarib qo'yganmiz. Ukulonlik qilib ko'mir solganingizda ukulon bo'lib, pastki yumalar tushib ketaveradi. Pastda kulxonasi, bu yerda podacha, obratga, bu slif uchun joy, beldamchilari qo'yilgan, mo'rlari, rezbalari hammasi eron rezba. Endi bu yerda ikkita tent uchun joy tashab ketganmiz. Tokka ham, tayda bularni trubasi bor. Garelkani taydan yoqib, gazli garelkasini xo'sh gazga isitadi. Bu yerdan ko'mirni zapravka qilib bu yerdan yoqsak, 2 paqir atrofida ko'mir sig'adi. Ko'mirni ishlaydi. Xohlaganlar uchun ikkita tent tokka ishlaveradi. Aytib o'tganimdek, rezbalarimiz eron rezba, ancha munchaga chirimaydi. O'zimizning mesniy rezbalardan emas. Bunisi 2 kitobli universal katyor deyiladi. Maksimal 80 kvadratgacha bo'lgan joylarni isitadi. Bunisi bo'lsa 3 kitobli universal katyorimiz. Bularda ham tumshuvlari chiqqan, ukulonli, ichiga ukulon bo'lib ketgan. Taglari turbali buni ham. Buni ham tent uchun joylari bor. Xo'p, buni nimaga 3 kitob deyiladi? O't aylanganda borib bu yerdan chiqib ketadi. Shuning uchun mo'ri oldiga o'tib qolgan. Bularni 2 talik uchun mo'ri orqada. 5 talikda ham xuddi shunday oldiga o'tib qolgan. Aylanish hisobiga kitob shaklida aylanganligi uchun bularni kitobli universal katyor deyiladi. Xo'p, bunimiz 100-120 kvadratgacha bo'lgan maydonlarga ishlash imkoniyatiga ega. Tokka, tagidan gaz uchun, ko'mir uchun imkoniyatlari bor. Bu yerlarga azbizli qog'ozlar qo'yib ketganmiz, tutun chiqmasligi uchun. Hop, bunimiz 4 kitobli. Razmerlari ham 35 ga 40 katta razmerda. 4 marta aylanadi. O't aylanishi 4 ta. Bularda 3 ta, bularda 2 ta. Bu yerda ham eshiklari ukulonli, ko'mir solganingizda ukulon bo'lib pastga tushib ketaveradi. 2-2,5-3 paqirgacha bo'lgan ko'mirlar sig'averadi. Xo'p, rezbalar hammasi qo'yib ketilgan. Tagi kulxonasi. Xo'p, bu yerda tent uchun bunda ham joy tashab ketilgan. Mo'risi bo'ladi, orqada bo'ladi. Xo'p, bunimiz maksimal 150-180 kvadrat joy uchun mo'ljallangan. Xo'p, bu 5 kitobli katyorimiz 200-220 kvadrat joylar uchun mo'ljallangan. Xo'p, 6 kitobli katyorimiz 300 kvadratgacha bo'lgan joylarga, 250-300 kvadratgacha bo'lgan joylarga bemalol qo'ysanglar bo'laveradi. Tashlari turli, ichlari yangi 2 lista qilingan. Hammasini rezbalarigacha qo'yib ketganmiz. Xohlovchilar cho'kka, xohlovchilar gazga, buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bunkerli katyorlarni raqobat qila oladigan katyorimiz. Taylarini ko'rgan bo'lsanglar, ancha qalin bo'lgan. Konteynerni zaylamasdan asinko turbasidan foydalanganmiz. Xo'p, tagi kulxonasi, bular slip uchun, obratga, tepada podacha bu tarafga qo'yilgan ekan. 32 li eron rezba qo'yilgan. Bularda 6 marta
o't aylanadi. Shuning uchun 6 kitob deyiladi. Bu 5 marta aylanganligi uchun bu 5 kitob deyiladi. Xo'sh, O'zbekistonni xohlagan viloyatinglarga, har bitta viloyatiga yetkazib dastxatga qilib berish imkoniyatimiz bor. Hammasiga Vodiygami, Vohigami, Qoraqalpog'istongami hamma viloyatga chiqardik. Telegram kanallarimizga o'tsanglar ham dastlabki jarayoni, ishlash jarayoni hammasini video qilib olib boryapmiz. Bu videomiz YouTube uchun. YouTube'ga video qo'yganimiz ancha bo'lgan ekan. Keyingi videolarda Nijniy Arena uning imkoniyatlari, Verxniy Arena uning imkoniyatlari yoki bunkerli kat yo'li, masalan, sizga lokatsiyangizdan, joylashuvingizdan kelib chiqqan holatda qaysi kat yo'l ma'qul keladi? Aloqaga chiqsanglar, birma-bir uni tushuntirib, yoqilishi, ishlatilishi, materiallarga hammasini ma'lumotlarini berib o'tamiz. Bu kat yo'llarimiz shu universal kitobli kat yo'llar, gazlashgan hududlar, lekin ba'zan gazi o'chib yonib turadiganlar uchun mo'ljallangan. O'rtacha bir 4 soatda bir ko'mirga zapravka qiladi. Ko'mir yoqadigan bo'lsa, gaz bo'lsa, gazni aqlli garelkani bitta qo'yadi yoki tent qo'yadi, ishlayveradi. 2 barbosimda suv quyib tekshiramiz. Utuchkalari hammasi garantiyalari bor. Isitishga, utuchkalariga aytib o'tganimda garantiyalari bor. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli holatda batafsil ma'lumotlarni yana berib, uyingiz kvadratlarini hisoblab yetkazib beramiz. Hammanglarga rahmat.